yoki texnikum yoki kollejda qo'shni o'qiydiganlar olishi mumkin. Zaochniga berilmaydi. Zaochni chunki o'zi ishlaydigan bo'ladi. O'sha oylikka qancha kreditimiz bormi? Ta'lim qonuni degan kreditimiz bor. 27% dan beriladi, 3 yil muddatga beriladi. Har oylik foiz to'lanadi. Talabani o'ziga ajratiladi. Talabani kimdir davlat ishiga ishlasa, o'sha kafil sifatiga o'tishi mumkin. Yoki o'rtadan. Toshkentga o'qisa ham o'zi kelib baribir ruxsatni olib, kelib bir kunlik ishini bitirib ketadi. Ta'lim Nimaga? Faqat sarasoylarga beriladimi? Sarasoy emas. O'zbekiston Respublikasining orasi bo'lsa bo'ladi. Toshkentdan kelsa, Aytgan barcha kreditlaringiz faqat shu ta'lim kreditga. Ayrim kreditlarimizga cheklovlar bor. Ayrim kreditlar, masalan, Tomorqa biznesda degan kreditimiz bor, 17 milliongacha unga cheklov bor. Cheklov qanday? Mahallalar bo'lingan. Bankka navbat topolmaslik uchun, masalan, bizga 15 ta mahalla Sarasoydan, 15 ta mahalla Denovdan bo'lingan. Ana shu holatda biz ularga ajratishimiz mumkin.